Bu uning qabri. Amakim qanday o'lganlar? Uni men o'ldirganman. Ha? Nega bunday qilgansiz? Nafrat meni ko'r qilgan va men haqiqatni ko'rmaganman. Meni akam klanimizni butunlay yo'q qilib tashlagan. Klanimiz tarixida shuncha qon va nafrat bor ekan. Nimalar qilib qo'ydingiz, akajon? Nega? Nega siz bunday qildingiz? Dunyoni o'z soyang ichida himoya qil. Itachi, akam meni. Men doim yoningda bo'laman. Sizning o'limingiz uchun men qasos olaman. Hozir kelajak siz tomonda. Men baribir Hakage bo'laman va ana o'shanda o'lgan ajdodlarimga nur olib kelaman. Bunday qila olishingni bilaman va doimo sen bilan birga bo'laman. Bu kim edi? Men kimni ko'rdim? Shunday qilib, sen ham donishmand rejimini o'rganib oldingmi, Baruto? Ha, otam menga bu texnikani o'rgata oldi. Ha, ko'rib turibman, bu texnikani qanchada o'rganding? Bu texnikani o'rganishga 4 kun vaqtim ketdi. Kutilganidek, senga bor yo'g'i 4 kun yetdi. Kel, kimning donishmand rejimi kuchli ekanini ko'ramiz. Oldinda bizni butun bir hayot kutmoqda. Ba'zilar esa mening vaqtim allaqachon tugagan deb aytadi. Itachi Uchiha